Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 7 otlari bo'lgan. Ularni nomlari bilan bilganlar. Parvarishlarga alohida e'tibor berganlar. Uyda ot boqayotgan akaxonlar, birodarlar, siz otingizga bergan har bir chelak suv, har bir hovuch yem, har bir bog'lan beda press bejiz emas. Boshqacha qilib aytganda, otning yegan ichganining og'irligicha siz savob olasiz. Bu gaplar shunchaki so'z emas. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: otning peshonasida qiyomatgacha yaxshilik bordir. Yana Anas raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh alayhi salom otning peshonasida baraka bordir deganlar. Otni minish ham sunnat, otni boqish ham sunnat. Bu oddiy hayvon emas, bu baraka, bu mas'uliyat. Shuning uchun bugun ot minib yurgan odam faqat chavandoz emas, agar niyati to'g'ri bo'lsa, sunnatga amal qilayotgan inson hisoblanadi. Otga qattiq